qitimliq kultivatsiya mushu kepazlik bilgan bir qitimliq o'g'it bilan o'xshash rol o'ynaydi. Dehqon do'stlar, yaxshimisizlar? Hozir biz mana mush kepazlikda tekshirish ilib beryapmiz. Hozir mush kepazlikka avvaldan qaragan vaqtda o'z shart umum jihatdan yaxshi. Andiki ma'izlik kultivatsiya sağan buningki roli hamda kultivatsiya qilish orqali tuproqlarni yumshatish. Uniki mushu yiltizlarniki ozuqliqlarni sumirishiga, anonki nafas ilishiga foydali bo'lgan yaxshi sharoit hozirlandi. Mush orqali anondan keyin tuproqlarniki nemlikni saqlashga foydasi bor. Hem onundan başka kultivatsiya qilish orqali mana qaranglar o't cho'plarni yo'q qolgan. Bu ilishgandan keyin mana o't cho'plar yiltizidan qumuldi mana menga o'xshash. Mana yiltizning qumulib mana teshib chiqqandan keyin bu qurib o'ladi. Shundan mayadagi etizlikka o'tning soni ozlash foydasi bor. Unda qilmay kultivatsiya ham samay masalan qo'yib yotgandan keyin bu o't cho'plar taqim o'sib chiqadi. Buningga ko'p qitimlab o't yo'q to'g'rini sepib berganda keyin mush kepazniki ma'sad ta'siri bor. Ya'ni kepazniki g'oz nimalari ichilanmay qoladi o'chaqda. G'ozlar ichilanmay ashulqa g'ujmak holat to'lab qilib ma'sadga ham shu kepazni sifat bo'yicha oladigan setvaga vaqtda ashunga cho'ng ta'siri bor. Shunga shu dehqon do'stlar ig'ramay kultivatsiyani qilish kerak. Mush bir qitimliq kultivatsiya mushu kepazlik bilgan bir qitimliq o'g'it bilan o'xshash rol o'ynaydi. Ba'zilar yo'pmaq o'g'itni uni bilan jiq sepib shunga o'ynagan bir qitimliqni sepib mush kultivatsiya sağan vaqtida uning unumi taxmi yaxshi bo'ldi. Qo'sh unumga erisha olamiz. Ham o't yo'qaydi, hem ziraatlarniki yiltiz yaxshilandi. 记得点赞关注哦。